oramizda Muhammad ismli yigitlar bormi? Insonlar. Yo'q bo'lsa shu videoga belgilab keting yoki o'ziga jo'natib qo'ying. Qarang, qaysi bir xonadonda Muhammad ismli inson bo'lsa, erta tongdan farishtalardan bir guruh tushib, o'sha xonadonga Alloh taolodan mag'firat so'rab duo qilar ekan. O'sha xonadonga baraka so'rar ekan. Alloh taolodan rahmatini so'rar ekan. Qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarida qaysi bir banda meni sevib, meni yaxshi ko'rib farzandiga Muhammad ismini qo'ysa, qiyomat kuni Muhammad ismini qo'ygan insonni ham, Muhammadni ham o'zim shafoat qilaman degan ekan. Ya'ni Muhammad farzandli bo'lsam, Muhammad ismini qo'yaman deb yurgan insonlarga bu videoni jo'natib qo'ying.